Bugun men siz bilan avgust oyining eng muhim pensiya savoli haqida gaplashaman. Pensiyalar oshadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Kimning puli ko'payadi? Kim esa hech qanday o'zgarish sezmasligi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga, ota-onasining pensiyasini nazorat qilayotgan farzandlarga, nogironlik pensiyasi va bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovlarini olayotgan oilalarga ham bevosita tegishli. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Avgust oyidagi asosiy intriga nimada? Kim xavotir olish kerak? Kim esa ortiqcha vahima qilmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida beraman. Qayerga murojaat qilish? Qanday hujjatlarni tayyorlash? Pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa nima yozish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki pensiya masalasida bir kunlik kechikish ham ba'zan odamning cho'ntagiga sezilarli zarar keltiradi. Avgust oyida pensiya mavzusidagi asosiy savol odatda bitta bo'ladi. To'lovlar avvalgi miqdorda keladimi yoki yangi hisob-kitob boshlanadimi? Odamlar farmon bo'ldimi? Indeksatsiya qachondan? Mening pensiyam nega qo'shnimnikidan kam oshdi? Kartaga pul tushdi. Lekin kutilgan summa emas degan savollar bilan murojaat qilishadi. Oldin pensiya masalasi ko'pchilik uchun ancha sodda ko'ringan. Belgilangan pensiya bor. Har oy ma'lum sanada keladi. Vaqti bilan oshiriladi. Lekin aslida pensiya tizimi bir nechta omillarga bog'liq. Ish staji, o'rtacha ish haqi, bazaviy hisoblash miqdorlari, eng kam pensiya chegaralari, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner maqomi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlar soni, hujjatlarning to'liqligi va elektron bazadagi ma'lumotlarning to'g'riligi. Hozir esa vaziyatning o'zgargan joyi shundaki, ko'plab jarayonlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni ilgari odamning qo'lida mehnat daftarchasi bo'lsa, ko'p narsa shu hujjatga qarab hal qilinar edi. Hozir esa ish staji, ish haqi sug'urta badallari, tashkilotlarning arxiv ma'lumotlari va turli idoralardagi elektron yozuvlar solishtiriladi. Bu bir tomondan yaxshi adashish kamayadi, ortiqcha yugur qisqaradi. Ikkinchi tomondan, agar bazada sizning biror ish davringiz ko'rinmasa, biror tashkilot nomi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki maosh haqidagi ma'lumotlar to'liq tushmagan bo'lsa, pensiya miqdori kutilganidan kam chiqishi mumkin. Avgust oyidagi intriga ham aynan shunda. Odamlar umumiy oshirishni kutadi. Lekin har bir odamning yakuniy summasi bir xil foizda yoki bir xil miqdorda o'zgarmaydi. Kimdadir faqat asosiy pensiya o'zgaradi. Kimdadir ustama ham ta'sir qiladi, kimdadir eng kam pensiya darajasiga yetkazish orqali qo'shimcha paydo bo'ladi. Kimdadir esa hujjatdagi kamchilik sababli umuman o'zgarish sezilmaydi yoki keyinroq qayta hisob-kitob qilinadi. Birinchi navbatda shuni bilish kerak. Pensiya oshishi haqidagi gapni eshitganingizda darhol hamma bir xil pul oladi deb o'ylamang. Pensiya shaxsiy hisob-kitobga ega. Ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham o'tm yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin biri rasmiy yuqori maosh olgan, boshqasi uzoq yillar norasmiy ishlagan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan bo'lsa, ularning pensiyasi keskin farq qiladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 68 yoshli otaxon gartim yil zavodda ishlagan, ish staji hujjatlar bilan tasdiqlangan, maoshi ham o'z vaqtida rasmiy bo'lgan. U hozir 1.900.000 so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, umumiy oshirish bo'lganda uning pensiyasi nisbatan sezilarliroq ko'payishi mumkin. Chunki uning hisob bazasi yuqoriroq. Endi ikkinchi odamni olaylik. 65 yoshli ayol kishi 25 yil ishlagan. Lekin ish davrining 7 yili bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmagan. Keyingi 20 yil esa kichik rasmiy maosh bilan yuritilgan. U 900 ming yoki 20 million ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, oshirishdan keyin ham u birinchi misoldagi odam kabi ko'p qo'shimcha olmasligi mumkin. Bu adolatsizlik deb ko'rinadi, lekin tizim hujjat va rasmiy daromadga qaraydi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi eng kam darajaga yaqin bo'lganlar. Chunki indeksatsiya bo'lganda ham ular uchun alohida mexanizm ishlashi mumkin. Pensiya eng kam belgilangan chegaradan past bo'lmasligi kerak. Lekin bu yerda ham nozik nuqta bor. Ba'zi odamlar eng kam pensiya oshsa, mening pensiyam ham shuncha oshadi deb o'ylaydi. Aslida sizning pensiyangiz tarkibida asosiy pensiya, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ustamalar bo'lishi mumkin. Tizim yakuniy summaga qaraydi. Shuning uchun kimdadir qo'shimcha 1000 so'm bo'lsa, kimdadir 2.5 ming so'm bo'lishi mumkin.
ikkinchi guruh yaqinda pensiyaga chiqqanlar yoki avgust oyida pensiya chiqishni rejalashtirayotganlar. Bu guruh uchun savol yanada muhim. Chunki pensiyani tayinlash sanasi hujjatlar qachon topshirilgani, yoshga yetgan sana va qaror qachondan kuchga kirishi yakuniy hisob-kitobga ta'sir qiladi. Masalan, fuqaro 10 avgust kuni pensiya yoshiga yetdi, lekin hujjatlarni 25 sentabrda topshirdi. Agar qonunchilikda belgilangan muddatlar o'tkazib yuborilsa, u ayrim davr uchun to'lovni yo'qotishi mumkin. Shuning uchun keyinroq boraman. Baribir hisoblab berishadi degan yondashuv xavfli. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlar pensiyani to'liq oladimi yoki cheklov bormi deb so'raydi. Bu masala yillar davomida turli o'zgarishlarga uchragan. Shuning uchun men har doim shuni aytaman. Siz o'zingizning hozirgi maqomingizni aniq tekshiring. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni tizimda to'g'ri ko'rsatganmi? Mehnat shartnomasi bor yo'qligi, daromadlaringiz aks etyaptimi? Bularning barchasi kelajakdagi qayta hisob-kitob yoki boshqa to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam o'zini vaqtincha ishlayapman deb o'ylaydi, lekin tizimda u rasmiy xodim sifatida turadi. Yoki aksincha odam ishlagan, lekin ish beruvchi rasmiylashtirmagan. Keyin pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'lganda, men ishlaganman-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. 4-guruh nogironlik pensiyasi va nafaqalarni olayotganlar, bu yerda hamma narsa avtomatik va bir xil emas. Nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi, muddati, qayta ko'rik sanasi, parvarish bo'yicha qo'shimcha to'lovlar va boshqa omillar bor. Masalan, fuqaro guruh nogironlik pensiyasini oladi, lekin qayta ko'rik muddati avgust oyida tugaydi. Agar u tibbiy ko'rikdan vaqtida o'tmasa, to'lov kechikishi yoki to'xtab turishi mumkin. Keyin hujjatlar tiklangandan so'ng qayta to'lanishi ehtimoli bor. Lekin odam 1-2 oy pul kutib qoladi. Pensiya oluvchi oilalar uchun bu katta muammo. Chunki dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat har oy kerak. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda farzandlar soni, ularning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, hujjatlarni o'z vaqtida yangilashi muhim. Masalan, farzand 18 yoshga to'ldi, lekin kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Agar o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Oila esa nega avgustda pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Tizim bolaning huquqi davom etayotganini tasdiqlovchi hujjatni ko'rmayapti. Endi kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash yilingiz va pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki o'qish bo'yicha muddatli hujjatlaringiz tugamayotgan bo'lsa, sizga odatda alohida yugurish shart emas. Umumiy oshirish bo'lsa, ko'p hollarda tizim avtomatik qayta hisoblaydi. Lekin avtomatik degani umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men doim maslahat beraman. Pul tushunigi oy bilan solishtiring. Agar farq tushunarsiz bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Raqamli misol keltiraman. Bir pensioner iyul oyida 1.2 million so'm oldi. Avgustda esa 1.2 million so'mning o'zi tushdi. U televizorda yoki internetda pensiyalar oshadi degan xabarni eshitgan. Bu yerda bir nechta ehtimol bor. Birinchisi, oshirish hali kuchga kirmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, to'lov eski hisob bo'yicha oldindan sharhlantirilgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, oshirish keyingi oyda farqi bilan berilishi mumkin. To'rtinchisi, xabar rasmiy bo'lmagan yoki noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Beshinchisi, aynan shu odamning pensiya turi bo'yicha qo'shimcha qayta hisob talab qilinishi mumkin. Shuning uchun vahima qilishdan oldin rasmiy manbani tekshirish va pensiya jamg'armasi bo'limidan izoh olish kerak. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Pensiya masalasida eng katta xatolardan biri odamlarning faqat yakuniy summaga qarashidir. Masalan, kartaga 1.600.000 so'm tushdi. Odam demak mening pensiyam shu deb o'ylaydi. Lekin bu summa ichida o'tgan oy uchun farq, kompensatsiya, bir martalik to'lov yoki ushlab qolingan qarzdan keyingi qoldiq bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tarkibini bilish juda muhim. Birinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning kommunal qarzi, aliment majburiyati, sud qarori, kredit yoki boshqa ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya oshsa ham odam qo'lida ko'paygan pulni sezmasligi mumkin, chunki bir qismi ushlab qolinadi. Masalan, pensiya 1.4 million so'mdan 1.5 million so'mga oshdi.
Lekin har oy 200 ming so'm ushlab qo'linayotgan bo'lsa, kartaga 1 million 320 ming so'm tushadi. Odam oshmabdi deydi. Aslida oshgan. Lekin ushlab qolish bor. Buni bankdan emas. Avvalo pensiya bo'limi va ijro organlari orqali aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat bank kartasi va to'lov sanasi, avgustda dam olish kunlari, bank texnik jarayonlari, to'lov reyestrlari shakllanishi sabab ayrim hududlarda pul 1-2 kun farq bilan tushishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, to'lov qaytishi yoki kechikishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar kartaning amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Kartada menhaki 24 deb yozilgan bo'lsa, bu avgust oxirigacha amal qiladi. Keyin yangilash kerak bo'ladi. Agar pensiya aynan shu kartaga tushsa, oldindan bankka borib yangisini rasmiylashtirish maqsadga muvofiq. Uchinchi nozik jihat yashash joyi o'zgarishi. Pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, doimiy ro'yxatga olish, pensiya hujjatining yangi hududga o'tishi, bank filiali yoki to'lov shakli o'zgarishi kerak bo'lishi mumkin. Odam Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketgan. Lekin pensiya hujjati eski manzilda qolgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Bu ayniqsa faqat to'lov oladiganlar uchun sezilarli. 4-nozik jihat arxiv ma'lumotlari. Juda ko'p odamlar 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi ish stajini tasdiqlashda qiynaladi. Tashkilot yopilgan, nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga topshirilgan, kadrlar bo'limi yo'q. Lekin bu yillar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1968 yildan 1996 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Fabrika yopilgan. Agar bu 8 yil staj tasdiqlanmasa, pensiya kam chiqadi. Keyin u arxivdan ma'lumot topib olib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu jarayon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Fuqaro murojaat qilishi, hujjatni taqdim etishi, qayta hisoblashni so'rashi kerak. 5-nozik jihat qo'shnimga oshdi, menga oshmadi degan taqqoslash. Bu pensiya masalasida eng xavfli taqqoslash. Qo'shningiz urush yillari bilan bog'liq imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Mehnat faxriysi ustamasi olishi mumkin, nogironlik guruhi bo'lishi mumkin, qaramog'ida shaxs bo'lishi mumkin. Yoki avvalgi oyda unga o'tgan davr uchun farq to'langan bo'lishi mumkin. Siz faqat kartaga tushgan pulni ko'ryapsiz, lekin uning pensiya tarkibini bilmaysiz. Shuning uchun o'zingizni boshqalar bilan emas, o'zingizning oldingi hisob kitobingiz bilan solishtiring. 6-nozik jihat rasmiy xabar va mish-mish. Avgust oyida Telegram kanallar, ijtimoiy tarmoqlar, mahalla suhbatlari orqali falon kundan pensiya 2 barobar bo'ladi. Hamma pensionerga bir martalik pul beriladi. Hujjat topshirmaganlar pul ololmaydi kabi gaplar tarqaladi. Men ekspert sifatida sizga qat'iy aytaman. Pensiya bo'yicha asosiy manba rasmiy qarorlar pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari va tegishli vazirliklarning e'lonlaridir. Noma'lum kanaldagi skrinshotga qarab xulosa qilmang. Ayniqsa shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga yubormang. Pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, plastik karta muddati, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodi. Pensiya o'sishini bahona qilib firibgarlar ko'payadi. Ular pulni tezlashtirib beramiz, navbatsiz oshirib beramiz, kartangizni tekshiramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni aytmang. 7-nozik jihat pensiyani qayta hisoblash huquqi. Ba'zi odamlar pensiya tayinlangandan keyin endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Agar yangi hujjatlar topilsa, ish staji tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha ma'lumot aniqlansa, imtiyozga asos bo'ladigan hujjat paydo bo'lsa, qayta hisoblash so'ralishi mumkin. Albatta, qayta hisoblashning o'z tartibi va muddati bor. Lekin huquqingizdan foydalanish kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam 5 yil davomida kam pensiya olib yurgan, keyin arxivdan birgina ma'lumotnoma topilganidan so'ng pensiyasi sezilarli oshgan. Bu ayniqsa Sovet davrida yoki davlat korxonalarida ishlaganlar uchun dolzarb. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya summangizni yozib boring. Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Agar sentabrda farq bo'lsa qancha bo'ldi? Faqat taxminan demang. Aniq raqam yozing. Masalan, iyul 20-320 ming so'm, avgust 20-320 ming so'm, sentabr 20-37 ming so'm. Shunda murojaat qilganingizda xodimga aniq savol berasiz. Nima sababdan avgustda o'zgarish bo'lmadi? Yoki bu oy tushgan qo'shimcha qaysi davr uchun? Ikkinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi?
ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining hisoblash tartibi bir xil emas. Ko'pchilik barcha to'lovni pensiya deb ataydi, lekin yuridik jihatdan farq bor. Agar siz aniq turini bilmasangiz, pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga murojaat qilib, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam hujjatlaringizni tekshiring. Sizda pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Talaba farzandlar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma bo'lishi kerak. Hamma hujjatni uyda alohida papkaga solib qo'ying. Yoshi katta ota-onangizning hujjatlarini farzandlari tartibga keltirib bersa, juda foydali bo'ladi. 4-qadam. Agar ish tajingizda bo'shliq bo'lsa, arxiv izlang. Masalan, mehnat daftarchasida qabul qilindi degan yozuv bor. Yoki tashkilot muhri o'qilmaydi. Yoki tashkilot muhri o'qilmaydi. Bunday holatda tuman arxiviga, viloyat arxiviga, sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga, yug'ori tashkilotiga murojaat qilish kerak. Murojaatda ish joyining nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotingizni yozing. Mening pensiya hisob kitobim uchun falon yillardagi ish stajim va ish haqim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq ko'rsating. 5-qadam, rasmiy yozma murojaat qiling. Og'zaki savol berish yaxshi, lekin murakkab vaziyatda yozma murojaat kuchliroq. Pensiya bo'limiga borganingizda mening pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qaysi ish staji davrlari inobatga olinganini, qaysi davrlar inobatga olinmaganini va avgust oyidagi to'lovimda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. Arizangizning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling yoki elektron murojaat qilsangiz, ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta amal qilish muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Agar pensiya naqd shaklda kelsa, to'lov jadvalini aniqlang. Agar bank orqali olayotgan bo'lsangiz, bank pensiyani hisoblamaydi. Faqat tushgan pulni beradi. Shuning uchun nega kam tushdi? Savolining asosiy javobi ko'pincha bankda emas, pensiya bo'limida bo'ladi. 7-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Pensiya oshadi degan xabar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Hech kimga SMS kod aytmang. Davlatdan pul tushiramiz, kartangizni tasdiqlang degan havollarga kirmang. Pensiya masalasi bo'yicha to'lov talab qiladigan vositachilarga ishonmang. Rasmiy xizmatlar belgilangan tartibda ko'rsatiladi. 8-qadam, ota-onangizga yordam bering. Ko'p keksa insonlar telefon orqali kelgan xabarni tushunmaydi. Kartadagi pulni tekshira olmaydi. Hujjatlarni qayerga qo'yganini unutadi. Farzand sifatida oyiga bir marta ularning pensiya tushumini, karta muddatini, hujjatlarni, dori-darmon xarajatlarini tekshirib turish katta yordam. Bu nafaqat pul masalasi, balki xavfsizlik masalasi ham. 9-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi idoraga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat darajasi. Zarurat bo'lsa tegishli respublika organlari yoki sud tartibi. Lekin har bir bosqichda hujjat kerak. Ariza nusxasi, javob xati, pensiya summalari, arxiv ma'lumotlari, bank ko'chirmasi. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilsangiz, natija olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Demak, avgust oyining asosiy pensiya intrigasi shunda, odamlar oshirishni kutadi, lekin yakuniy natija har bir pensionerda bir xil bo'lmaydi. Kimdadir pensiya avtomatik oshadi. Kimdadir farq keyinroq tushadi. Kimdadir hujjatdagi kamchilik sabab qayta hisob talab qilinadi. Kimdadir esa ushlab qolishlar tufayli qo'lga tegadigan summa ko'paymagandek ko'rinadi. Mishga ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya summangizni yozib boring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va tushunarsiz holatda yozma murojaat qiling. Pensiya bu shunchaki oyma-oy tushadigan pul emas. Bu sizning ko'p yillik mehnatingiz natijasi. Shuning uchun uni nazorat qilishga haqqingiz bor. Agar sizning avgust oyidagi pensiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki aksincha hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Qaysi turdagi pensiya olasiz va qanday farq sezdingiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.